Energiya va koinot qonunlari nuqtai nazaridan qaralganda, bumerang qonuni shunday talqin qilinadi. Insonning fikrlari, his-tuyg'ulari va amallari ma'lum bir energiya taratadi va bu energiya vaqt o'tib unga qaytadi. Bu qarashga ko'ra, mehr, minnatdorlik va yaxshilik tarqatgan inson hayotida ko'proq ijobiy vaziyatlarni uchratadi. Doimiy g'azab, nafrat va alam bilan yashayotgan inson esa shunga o'xshash tajribalarni ko'proq o'ziga jalb qiladi. Inson nimaga e'tibor bersa, uning ongida va hayotida o'sha narsa kuchayib boradi. Biroq shuni bilish muhimki, bu tushunchalar ilmiy jihatdan isbotlangan fizik qonunlar emas. Ular ko'proq ma'naviy, falsafiy va ayrim ruhiy amaliy ta'limotlarga asoslanadi. Psixologik tomondan esa buni quyidagicha tushuntirish mumkin. Siz doim biror narsani kutsangiz, ongingiz o'sha narsaga oid imkoniyatlarni ko'proq payqay boshlaydi. Ichki holatingiz qarorlaringizga ta'sir qiladi. Qarorlaringiz esa hayotiy natijalarga olib keladi. Shu sababli ba'zan koinot qaytardi deb qabul qilinadigan hodisalar aslida insonning o'z fikrlari va xatti-harakatlari natijasi bo'lishi mumkin. Ma'naviy qarashlarda esa bumerang qonuni ko'pincha nima eksang shuni o'rasan degan fikr bilan ifodalanadi. Ya'ni insonning niyati, so'zi va amali uning hayotiga ta'sir ko'rsatadi.